hech narsa qilmaydi. U yuragingiz taqillab urib ketdi, endi o'sha yerda siz o'lib qolasiz degani, o'sha men ham hozir mana shu Nasimir shuni tashlashim kerak yurakdan degani. Tushunyapsizlarmi? Mana misol uchun, mana shu flomaster deylik. Mana shuni bundoq olib shunda qarashlikni o'zi sizni o'zi bir Marsga yugurib chiqib, yugurib qaytib kelgandek mashaqqatini berishni boshlaydi. Yuragimdan qachondir kasal bo'laman deydi. Hozir yaxshi yuribman deydi. Qaranglar. Bu ham simptom. Oradan 10 yil o'tgandan keyin men qachondir kasal bo'lib qolsamchi deydi. To'g'rimi? Kardiofobiya bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Sog' salomatmisizlar? Xo'p, bugungi mavzuyimiz kardiofobiya bo'yicha bo'ladi. O'sha kardiofobiyadan aziyat chekib, shuni ichida hafta yashayapman yoki bir kasallik qachondir orttirib olaman deb o'ylaydigan insonlar uchun maxsus kichikgina darschamiz desak ham bo'ladi. Xo'p, qaranglar, doskaga yozib, chizib tushuntirib beraman. Bundan oldin o'lim qo'rquvidagi video rolikimizni ko'rib kelgan bo'lsanglar, unda bir-biriga svязка bo'ladi, ya'ni yopishadi. Xo'p, qaranglar. Nevrozda nima bo'ladi o'zi? Nevrozda mana insonda shaxs bor, to'g'rimi? Shaxs deganda sizni shaxsingiz, meni shaxsim, uni qanaqa dunyoqarashi, meni dunyoqarashim. Misol uchun, menga qulupni mevadan yoqsa, siz ko'proq tarvuzni yaxshi ko'rishingiz mumkin, poliz ekanidan. Tushunyapsizlarmi? Xuddi shunaqa holatga, misol uchun, endi majoziy ma'noda shaxs hisoblanadi. Shaxs. Xo'p, nevroz shaxsdan, ya'ni aura, insonni ichida bo'layotgan bosimma, o'zi bilan kelisha olmaganligi uchun nevroz bo'ladi. Nevrozdan keyin insonda fobik buzilish bo'ladi. Endi qaranglar. Fobiyani ham turi ko'p, masalan, nevrozni ham turi ko'p. Shaxsda ham misol uchun hammani har xil dunyo qarashi bor, to'g'rimi? Endi sekin bir boshdan boshlaymiz. Shaxs bu dunyo qarash. Dunyo qarash. Mana ko'plar misol uchun bilasiz-ku, yuragim og'riyapti, yuragim achishyapti, menda kasallik aniqlanib qolsa-chi desangiz, sog'lom atrofingizdagi odamlar, ya'ni qo'pol bo'ladi, sog'lom desam, nevroz emas odamlarga shu haqida gapirsangiz, men yuragim og'riyapti yoki belim og'riyapti, boshim og'riyapti deydigan bo'lsangiz, ular nima deyadi bilasizmi? Ularning bir ajoyib gapi bor, hech narsa qilmaydi, nimadan qo'rqasan deb qo'yishadi. Lekin ularning boshiga tushsa bilishadi. Ya'ni bu yerda mana shunaqa narsada shaxs ham, dunyo qarash ham xuddi shunga o'xshash mezonda olsak bo'ladi. Siz ham misol uchun bir narsani yaxshi ko'rishingiz bor, bir narsadan nafratlanishingiz bor, to'g'rimi? O'sha narsaga shaxs etiladi. Qisqa qilib aytganda, o'zi tushundinglar nimaligini. O'sha shaxs, o'sha bu sizni umumiy aytganda dunyo qarashingiz bilan kechadigan kelishish yoki kelishmovchilik hisoblanadi. Endi oradan vaqt o'tdi, bosim bo'lyapti sizda, maza yo'q, bir do'li sekund maza qochadi, 2 oyda yaxshi bo'lib qolasiz, bir kun shunaqa bo'ladi-da, orada keyin qarasangiz, hayit namozdami yoki bir do'stlar bilan o'tirganingizdami, qarindoshlar bilan o'tirganingizdan to'satdan keladi. Birinchi mavzuimiz nima edi? O'lim haqida. O'lim qo'rquvi kelgandan keyin insonda ikkita holatda qo'rqib ketib qoladi-da, o'zini o'ldirib qolishidan yoki o'ldirib qo'yishidan qo'rqsa, ikkinchisi tanasidan kasallik qidirib qoladi yoki tanadan og'rishni boshlaydi. Nevrozga kelib taqaladi. Nevroz nima? Nevrozda ikkita holat bor, eng glavniy narsa. Birinchisi kelayotgan fikrlar misol uchun obsessiv kompulsiv yomon fikrlar, fantaziyalar keladi. Fantaziyalar kelgandan keyin mana yana sizlarga tushuncha bo'lishi uchun bu narsa o'sha signal sifatida sizga yuragingizni o'sha qisman qatlaringizni og'rish boshlanadi. To есть mana ichi ketadigan insonlar bor, ichi qotadigan insonlar bor, to'g'rimi? Va hokazo. Voy, men saxir bo'lib qoldim, men rak bo'lib qoldim, men o'lib qoldim, balo bo'ldim, battar bo'ldim, o'zini o'zi qiynab yuradi. Lekin mana shu narsada simptom degan narsa bor. Ruscha yozyapman. Simptom degan narsa bor. Mana shu simptom insonni mana misol uchun hayotida mana misol uchun birinchi o'ringa chiqib qoladi-da.
tushunyapsizlar? Mana misol uchun siz yeb icharga borishingiz bor, mashina haydash, ishga, bola chaqa, oilamni boqaman deb yurgan paytingizda simptom siz uchun ulardan ham ustun kelishni boshlaydi. Bo'ldi, inson уже nevroz bo'ldimi? Endi грубо говоря, mana shu общий holat, mana общий joy sizga fobiyaga o'tirib qo'yadi. Уже siz turmush tarzidan kechasiz. Qaysi ma'noda? Ishlamaysiz, sizga bir piyala choy, mana misol uchun, mana shu flomaster deylik, mana shuni bundoq olib, shunda qarashlikni o'zi sizni уже bir Marsga yugurib chiqib, yugurib qaytib kelgandek mashaqqatini berishni boshlaydi. Ana o'sha narsalar nevroz bo'lgandan keyin simptomlar, fantaziyalarga ishonib ketganingizdan keyin, mana ketma-ket ishonib ketganingizdan keyin do'li sekund, shu minut, sekund o'tmasdan fobiyaga kelib taqaladi. Fobiya nima? Fobiyani turi juda ko'p-da. Eng hozir ko'p qo'rqadigani bu kardiofobiya. Kardiofobiyada nimalar sodir bo'ladi? Inson faqat mana yuragim og'riyapti, yuragim achishyapti deydi, to'g'rimi? Misol uchun qatlaman, bo'g'inlar og'riydi, tushunyapsizlar? Ko'krak qafasi qisiladi, giperventilyatsion sindrom degan narsa ishga tushib ketib qoladi. Bu simptom, tashxis emas. Ya'ni o'sha bo'lib qolasan, voy endi men infarkt o'tkazib qo'ysamchi, yo ishontiradi doktorlar, aytadi, kardiologlar aytadi, holter taqqan, hamma narsani qilgansiz, lekin baribir shu nafas qo'yib yubormaydi yoki qisman mana shu orqa tarafingizni, kuraylaringizni o'rtasi achishadi va hokazo, unaqalar juda ko'p bo'ladi. Lekin baribir bitta yomon tarafi bu yoqda insonga ishontirish qiyin bo'ladi. Bilib turibman deydi. Men deydi nevroz emasman, nevrozman, nima deydi? Kasal emasman yuragimdan, lekin baribir menda o'zimga bo'lgan ishonchim yo'q, ishontira olmayapman deydi. Ana bu уже nimadan hisoblanadi? Bu уже kardiofobiyani shu fobiya turiga juda bir kirib ketgan holatda bo'ladi. Endi u insonda qanaqa qilib yumshatiladi, qanaqa qilib yengillatadi. Kardiofobiyada juda ko'p eshitgansizlar, puls o'lchash kerak emas deydi, davleniya o'lchash kerak emas deydi, to'g'rimi? Har bitta narsaga asos kerak. Sizda ham kardiolog asosga qarab turib yuradi sizga. Misol kasal bo'lsangiz, misol uchun yuragingizda qanaqadir nuqsoningiz bo'lsa, sirrazu aytadi. Tushunyapsizlarmi? Sizni nima deydi? Paysalga solib, misol uchun nima deydi, cho'zib yurib o'tirmaydi. Dangal gapiradi. Sizniki lekin kardiofobiya bo'lganligi uchun mana bu yerda o'sha simptomlar boshlanadi. Simptom o'sha boyiga aytganimdek, nafas qisish, qo'rquv, o'sha ichlaringizdan bir g'alati bo'lib, tushunyapsizmi? Kuraylar, og'riqlar hammasi keladi. Endi o'shandan yomon narsa yo'q, shtobi hissiyot ham qo'shiladi bunga. Tushunyapsizlarmi? Inson o'zi realni men qachondir o'laman, yuragimdan qachondir kasal bo'laman deydi. Hozir yaxshi yuribman deydi. Qaranglar. Bu ham simptom. Oradan 10 yil o'tgandan keyin men qachondir kasal bo'lib qolsamchi deydi. To'g'rimi? Yuragimdan qachondir kasal yoki insult bo'lib qolsamchi deb o'ylaydi. Qaranglar. 2015-yil shu yerda bitta misol aytib ketay. Xuddi shunaqa o'ylab yurardim men. Oradan mana почти 11 yil o'tdi. 11 yil ichida men qanaqadir yuragimdan bir nimadir uzilish bo'lganida yoki nimadir qanaqadir vaziyat bilan lecheniya olayotganimda men hozir mana qarshilarda shu gapni aytgan bo'lardim. 11 yildirki yuragimda hech narsa yo'q. Endi sizlarda ham shu narsa bo'lmaydi, qachon psixologический muammo bo'lganda, ya'ni nevrotik buzilish bo'lganda. Endi bu yerda shu joyini bitta skrinshot qilib olsanglar, ancha tushunarli bo'ladi. Bularni qanaqa qilib endi yo'qotilinadi? Tushuninglar, bu kardiofobiya nima uchun nevrozda qiyin bo'ladi? Inson nevrozni tushunishi. Mana bu yerda mana shu narsaga tupurish kerak bo'ladi. Ya'ni umuman qayerda o'tirsangiz ham yuragingiz taqillab turib ketadimi? Hech narsa qilmaydi. U yuragingiz taqillab urib ketdi, endi o'sha yerda siz o'lib qolasiz desa, degani, o'sha men ham hozir mana shu narsani shuni tashlashim kerak yurakdan degani. Tushunyapsizlarmi? Ajoyib.
O'shaning uchun birinchi o'rinda mana birinchi fobiya bilan ishlaniladi. Fobiya bilan ishlaningandan keyin, hozir fobiya bilan ishlanganidan keyin nevroz bilan ishlaniladi. Nevroz bilan ishlanadi. Nevrozda keyin mana ketdi yopishqoq xayollar ishlaniladi, yomon xayollar, o'sha bilan bog'liq kechadigan bosimlar bo'ladi, dominant o'zgarishlar bo'ladi, insonni bir pastga tashiydi, bir xursand qiladi, bir yana pastga tashiydi, настроениясini mana shu bog'liq muammolar bilan ishlaniladi. Bu ham уже ketgandan keyin inson erkin nafas olishni boshlaydi. Mana shaxsga kelganda inson уже qaysidir ma'noda psixoterapiyadan qutulgan bo'ladi. Shu nevrozdan. Fobik nevrozmi. Ana endi mana shu joyda yana ozgina terlasa inson, u keyin sekin yaxshilashib ketadi. Xuddi menga o'xshab endi qachondir kasal bo'lib qolishidan, qachondir nimadir bo'lib qolishidan qo'rqmay, qo'pol qilib aytgan kayf qilib yashaydi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.